Putinga eng yaqin o'zbek milliarderi Iskandar Mahmudovning biografiyasi. 1963-yil 5-dekabrda Buxoro shahrida tug'ilgan. 1984-yilda Toshkent davlat universitetining sharqshunoslik fakultetini tamomlagan. 84-88-yillarda SSSR Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi tuzilmasida xizmat qilgan. Liviya va Iroqda tarjimon bo'lib ishlagan. 88-90-yillarda Toshkentdagi O'zbek-Hintorg davlat kompaniyasida ishlagan. Mahmudov 90-yillarda metallurgiya va tog'-kon sanoatida faol ish boshlagan. Mis qazib olish va metallurgiya loyihalarida ishtirok etgan. U metallurgiya va qazib olish sohasidagi aktivlarga ega yirik xoldingga aylangan Uralkon metallurgiya kompaniyasining, ya'ni UGMK hammuassisi va prezidenti bo'ldi. 2020-yilda Forbes Rossiyada oltin bozorini nazorat qiluvchi biznesmenlar ro'yxatiga UGMK prezidenti Iskandar Mahmudovning, uning bosh direktori Andrey Kazitsin va kompaniya direktorlari kengashi a'zosi Andrey Bokarev kiritildi. Ular Rossiya oltinining 64%gacha ishlab chiqaradigan 11 ta kompaniyani boshqarardi. 2025-yilda Mahmudovga aloqador guruh Kapitaniya Agro Holding qariyb 33%ni sotib olgani ma'lum bo'ldi. Forbes'ning 2025-yil oktyabr oyidagi hisob-kitoblariga ko'ra, Iskandar Mahmudovning boyligi 7,3 milliard dollarni tashkil etdi. Milliarder 85 million dollarlik Predator yaxtasiga egalik qiladi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'ling.